Yenida sili bo'lgandekin ijozat qilsizlar. Biz chiqqach turaylikmi shayxim? Maylamsa xotin. Siz chiqqach turing. Biz Yunus apandi bilan biroz holmon etishaylik. Sen nima deysan, Qosim molla? Yunus apandining ahvoli to'g'riliqmi shayxim? Omu bo'ladi, Qosim molla. Nima o'ylagan bo'lsang, shuni degin. Allohning izni bilan yaxshilanib ketadi. Shayximizning duosi har kasalga shifodir. Shayxli bo'lsa duosi ijobat bo'ladi demsan? Duosi ijobat bo'lish uchun kishi nomrod bo'lsa-mu, qiyinchilikda bo'lsa-mu, kasal bo'lsa-mu, yetim bo'lsa-mu, shogird bo'lsa-mu, askar bo'lsa-mu, qeyri bo'lsa-mu bo'laveradi. Muhimi tilashni bilish kerak. Tilashga yuzi bormi yo'q, unimi obdan tushunish kerak. Tilaganlaring shu chog'da keladi. Ammo tilashni bilmasa, mayli nomrod bo'lsin, mayli shayx bo'lsin, mayli murd, mayli boy yoki gadoy bo'lsin, mayli qo'l yoki sulton bo'lsin, hammasi bekor. Har maktub egasiga yetib boradi. Muhimi maktubga qaytarilgan javob. Agar hech qanday javob qaytmagan bo'lsa, umi yaxshi bo'lg'ini. Hech bo'lmaganda ko'ngilsiz javob qaytgandan yaxshi. Yo'q, agar yomon javob qaytib qolgan bo'lsa, u sen uchun texmi muhim. Demakki, ogohlantirish berilgan bo'lasan. Undaqda baloyi qazo degan nima ekan? Sana qilingan vaz, askartish va ogohlantirish. Kishi vaz nasiyatni kimga qiladi? Albatta, yaxshi ko'rgan kishiga. Masalan, yo'lda ketayotgan bir kishini misolga olsak, sening bir tanishing deb turayli, yoki tanishmaydigan yot bir kishi ezib qoldi. Yo'lni izlayotdi deyli. Sen uning yo'lini bilsang, uni chaqirib, "Ey palonchi, sen xato yo'lga ketyapsan. Sening yo'ling bu yoqda" demamdim. Demak, bu sen bilan menga berilgan sinoqdir. Haq oldinga o'zi kelib so'zlamaydi. Haqning ogohlantirishi baloyi qazodir. Qani, sen bir o'ltirib qo'pqash, talotuzga chiqqanda bir o'ylanib ko'r. O'zingni bir dansab baq. Aql yurgizib, fikr yurgiz. Tafakkur qil. Baloyi qazo, askartish, ogohlantirishning jismlashtirilgan holati. Xo'sh, bu yerda nima demoqchiman? Sen texicha ogohlantirilyapsan, xatardan o'tib ketmading demoqchi. Ey g'ofil, suyinsangchi demoqchi. Sen yanala birsining suyimlik odamisan. Men qarab turay shayxim. Sen chiqayvergin Qosim molla.
bir ehtiyoji bo'lib qolsa, ana xonim bilan sulton xonim qarab qo'ydi. Yüzü appak, ama gözü kapkara. Kar başlık kitimiz var. Taş bakımız sahip efendi var. Çapkur itimizni demeyle turaylı. Beşimizde egip yürüdüğün müşk yapılığımız var. Ama şundak alıçpar köz kamaştırdığın rengarenk tozumuz yok. Tozni bilemizlar ekan. Ko'rib boqqanlar bormi? Ko'rib boqdingizmi, Chora apandi? Ko'rgandim taqsir. Bir qitim Misrdan kelgan paraxodni ko'rdim. Ajoyib chiroyli. Qani deb boqsangiz-chi, qandaqroq narsa ekan u? Deganlarideklar taqsir. Qanatining har yerida olamdagi jimi ranglar mavjud. Qanatini shundoq bir ochqinda inson jannatning go'zalligi ko'z oldida namoyon bo'lgandek his qildi. O qushni azaldan ko'rib boqmagan bir odam uni ko'rganda jannatdan chiqqan qushmikin deb bo'ladi. Demisimi shundoq. Qani uning ostiga qarab boqayli, Chora apandi. Siz deysiz qanot tuklari bek chiroyli deb. Rangarang atlasga o'xshaydi dedingiz. Uni bildik, ma'qulmi deyli. Qani o qanotlarning ostida nima ko'rdingiz? Putlarni ko'rdim shayxim. Putlarning ostida nima bor edi? Uning puti loy patqoq edi. Mana shuni demakchi. Ko'nalarda ko'z ochiq ko'r deydigan gap bor. Mana hozir shuning sovuqini ko'ryapsizlar. Undaq bo'lsa, taqsirlar. Maqsadimiz shu tozning hikoyasini tushuntirish. Ota-bobolarimiz deydigan bir-biridan hashamatli selingan podshoh saroylarining o'lining tuproq ostiga ko'milishi kamtarlikning intayin yaxshi shartidir. O sizning qanday qarashingizga bog'liq. İnsan
nima o'qishni xohlasa, koinot kitobida shu yeziqliq. Bu boshqa bir masala. Lekin ishning yana bir tarafi bor. Men sizlarga unimi deb berib o'tay. Deganlarim o'zim o'ydirib olgan gaplar emas, balki bir kitobda yozilgan. Men savotsiz o'qish yozishni bilmagan bilan sizlar balkim u kitobni o'qigansizlar. Putlari loyiga milanganmish. Putiga qaraydiganlarmi bormikin? Uning soz ovozi insonning aqlini lol qiladigan tursa, kimmi uning putidagi loy to'piga qarasin? Yilonni yo'ldan chiqarib gunohkor qilganmi u? Qandoq demsizlar? Deb beray, yaxshi anglanglar. İblis, ya'ni shaytonlarning bo'g'isi jannatning qorovularining peyiga tushdi. Kecha kunduz demay, Odam alayhissalomga qandoq eli qurishni o'ylashdi. Naq shundoq kunlarning birida jannatning eshigidan to'z bilan yilon chiqib ketayotgandek. İblis ko'ribla zaharli xiyollar bilan ularga qarab yaqinlashdi. Ularga sizlar jannatdan qo'g'ilinsizlar, odammi qo'g'linadi. Agar mening jannatga kirishimga yordam qilsanglar, men ularga oson bo'g'inni o'gitib qo'yaman. Ondan sizlarmi, odammi jannatdan qo'g'lanmaysizlar deb qasam qildi. To'z bilan yilon maslahatga tushib ketdi. Bir mahal maslahat qilishgandan keyin to'z shaytonning yiniga keldi va biz sening deganlaringga ishonamiz, lekin seni ishchiga qandoq ekirimiz? O'ylashdik, maslahat qilishdik. Lekin seni qandoq qilib jannatga to'ydirmay ep kirishni uqolmadik dedi. İblis neymiş qildi demamsizlar? Darhol bir sehr ishiltib bir tal marvoyatga o'zgarib oldi. Shaytonning bir sehr ishiltibla bir go'harga o'zgarganini ko'rgan to'z marvoyatni og'izga soldi. Shunda qilib İblis to'zning og'zidan ichida turib jannatga kirdi. Kirgandan keyin iblislarning vazifasi shaytonlik qilish tursa, to'z shaytonni Havva onining yeniga ep keldi. Shayton darhol boshqa bir sehr ishiltib, marvoyatdan bir inson qiyofatiga o'zgardi va tezla Havvaning oldiga keldi. Ey Havva, agar bu daraxtning mevasini yemasangiz jannatdan qo'g'ilasiz dedi. Bu mevadan yeyish cheklangan dedi Havva ana. O degan shayton tursa, yana kushkirtishga boshladi. Yemasangiz qo'g'ilasiz. Sizmi, odammi jannatdan qo'g'ilasizlar. Shunda qilib Havva onamizni g'albilik oldi vatdi. Havva onamiz o mevadan yedi. Uningdan keyin odamning yeniga bordi va ey odam, men o cheklangan daraxtning mevasidan yedim. Voy isit dedi odam. Voy isit. Turupla demi ichiga tushib ketdi. Havva jannatdan qo'g'ilib ketdi. Men yolg'iz qoladigan bo'ldim deb azoblandi. Havvadan ayrilib qolishni qabul qilamagan edi. Shuning bilan odamning Havvani yolg'iz qo'yib qo'yishiga ko'ngli unimidi va berib u cheklangan daraxtning mevasidan yedi. To'zning shaytonning degan so'zida turmaganligiga ishongisi kelmadi. To'z jannatga qilaverishning, qo'llanmaslikning cho'tini so'qiyotganida iblis allaburun shaytonligini qilib bo'lgan edi.
odam bilan Havva ana tozning og'zi orqali jannatga kirib olgan shaytonning hilisi sababli tozga sheriklik qilgan yilonmi jannatdan qo'g'landi. Tang ular bilan qo'g'ilib chiqarildi. Shunda qilib odam, Havva, toz va yilon jannatdan qo'g'ilib mana shu 4 kunlik olamga keldi. O toz do'stinimi, dushmanimi oldi o'tgan edi. Uning rengarang paylari, ko'rkam qanotlarini ko'rgan go'zalligiga hayron qilishgan, ishongan hammaylar aldandi. O'ziga ishonganlarning jannatdan qo'g'ilinishiga sababchi bo'ldi. Ba'zilari uning rengarang paylariga aldandi. Uning og'ziga silib epkagini iblis edi. Toz mana shundoq bir qushdir. G'ofilning yo'lini to'sar, johilning ko'zini bo'yar. Odam bilan Havva yegan o cheklangan mevaning nimaligini bilamsizlar? O cheklangan meva dal bug'doy. Nimadir undaq bo'lsa bu bug'doy? Nimami bo'lsin? Dunyolikdir. Nafsining orzu qilganidir. Bug'doy uchun yugurgan tozning peshidan ayrilmasin. Ben qarab turay shayxim. Sen chiqavergin Qosim molla. Bira ehtiyoji bo'lib qolsa, ana xonim bilan Sulton xonim qarab qo'ydi. Hech qanday doğru mənfəət qılmısımı? Yunus Həzrətləri şeyximizin duası yetidir. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qani, gözünü bir açsın, onunğa şorp qaytıb berəyin. Keselgi şifa ruhqa ozuq bolsun, andın körümüz. Yəni keseldən əsər qalamdikin, ha? Anaxan suv bəgəndimi, yağlığının içini nəm qılıb qalpıqı tekkizib beratıdı. Söhbətinizlər xeyirlik bolsun qardaşlar. Rəhmət sizə Qasım molla. Yunus Hazretleri hakkında paranlaşıyordunuz. Allah şükürlər bolsun. Onun yarısı tenide. Biz özümüzün işi bilen bolayla qardaşlar. Hazretlerinin yinda şeyxim var. Uzun qalmay közünü içib qalar inşallah. İnşallah. Anaxan bilan qizi ko'ngil bilib yaxshi bo'lib ketadi inşallah. İnşallah qarindishim, inşallah. Bundaq bolsa, parang bilan bo'lib ketib, ishimizni aqsitib qo'ymayli.
İlan zəhrining yana qoldiqi bor, ammo inshaalloh qutulib qoladi. Kirsem bulamdı o şeyhim. Kel Qasım Molla, kel. Ko'zim yaxshi ko'rmasib qoldi. Men bu tasbihni tizib bo'g'icha yib ko'nirab ketgidek. Yib ko'narmisimi, umrim ko'nirab ketadigandek qiladi. Agar bo'lsa bir gaping borligi bilinib turadi. Uygun görseniz, bir mesele üstüde siz bilen paranlaşkın baydı şeyhim. Qaynadab baq, neymiş edi? Yunus Efendi doğruluk idi. Yunusqa nim bo'pti? Bişiq kelgen körünmez qaza boğulumu neçə gün bop qaldı şeyhim. Qazoniga ko'ngil bo'ladi. Ko'radigan inson lozim. Kimlarning bizga o'xshash ko'z ko'rmas va yana kimlarning kibrlari, shaxsiyatchiligi uni ko'rmas qilib qo'ygan. Nim bo'ladi shu kichik ojiz badanimiz bilan ejderhoning ustiga minib olsak, uni qanday boshqara olamiz? Nafsimizdan so'z etishga to'g'ri kelsa, agar sen o'zingni chaqlamay 7 boshliq ejderhoning ustiga minib olsang, ustiga o'rlisha olaysan, yerga sog'-salomat tushanmaysan. Sen nima demoqchi eding? Qani degina. Quloqim senda. Mehmandorchilik uzrab ketsa, avarchilik keltirdi şeyhim. Demekçi bo'g'inim, ruxsat qilsalar, Yunusni o'z uyiga olib borib o'tayli. Onaxonga va singilchaqqa ortiq yuk bo'lib qolmasin. Ruxsat qilsalar, Can degan jonga yuk bo'lmas. Balki jonga jon qo'shidi Qosim. Qani bir ko'zini ochsin. Qog'inni Allohga omonat. Bu so'zni tildan tushirmaguluk. Qog'ini Allohga omonat dedik. Beshidikisichu. Beshidikimi Allohning eligida emasmi? Sen texichi mushiyadimi Sohib efendi? Kel, birdan bizning bog'chidimi o'yna.
Boz servi deb qo'ydi buning turini. Ozarbayjon mamlakatida yetishtirildi. Odam kuchli bo'lmasa bu atni boshqarolmaydi. Yunusning atni yiqilishi tasodifiy emas. Bu o'zing aytdimi? Balkim bir atchidan olgandi. Charinon deganlarini olmayaptimsa? Yunus hazratlari bu falokatni nima ish qilmagandi? Balkim yiqilib tushish taqdirida bordi qarindishim. Uni nima ish qilib keldingiz dada? Biraz bizning qishimizda tursin dedim balam. Ancha munchadan uvoqlardan berib qo'ysangiz. Yunus qanday oldi qizim? Anam yindi qaravotidi dada. Ahvoli qandayroq xotin? Usuzlikdan chanqab ketayotgandek. Shundoq bo'lishi aniq. Daryo o'z tanglardan oshsan, ammo oxirida kelib bir yutum suvi zor bo'lasan. Daryolardan o'tganlar emas, daryolarga cho'kkanlar lozim. Qosim mulla Yunusni o'zining vujudi yotqizayli deydi. Avval bir ko'zini ossin. Qag'inini siz texmi yaxshi bilasiz. Ko'ziga ovorchilikda qag'anda ko'rinib ketgan o'xshamamdimiz. Nima avorchilik bo'lsin ana? Jon deganning avorchiligi bo'lamdi? Bu atning tirnoqlari tez o'sidi, tuyuqi to'mirdek qattiq. Shunga boshqa atlardek avorchilik uchirmaydi. Söhbətinizlər xeyirlik bo'lsin qarindoshlar. Rahmat, Allah Alloh razı razı olsun. olsun. Rahmat, Allah razı olsun. Sizlarga sarayimizning bog'chilari yetmay qolgan o'xshamamdi. Yunus apandining itining gapini qilishayotgan edik. Nima bo'pti Yunusning itiga? Ozarbayjon itining bo'z talvi ekanligini deb turatdim. Palto va toj o'xshash. Piyod minish darvishning alomatidir. Bir darvish paltosiz va tojsiz to'nilmasa, piyod yurgan bo'lishi lozim. Tugmanda purchaq azmisi va shundan akilib atlarga berib qo'yinglar. Hozir bir necha at bo'lib qoldi. Qisqasi bu jonivorlarga samanmi yetmaydi arqjon. Uning ustiga o't cho'plarni texi tayyor bo'lgani yo'q. Avval bir ko'zini açsa Yunus efendi. İtini qo'yib ketmez herhalde. Vazifamizni, tilovatlarimizni aqsitib qo'ymaylar qarindoshlar. Biiznillah. Bu qong'u onisi. Yunusdan oqqan qonmi yoki sizning qo'lingizdan oqqan bo'lib qolmasin?
To'g'ri. Bu yerga siz qarg'ash turing qizim. Men chiqib qarab baqay. Qonga yaqinkanman. Kel yenimg'i kel, Sahip efendi. Bir ish yo'qdu shayxim. Yo'q, hech ish yo'q. Nim bo'ldi ana? Dadam nima ish qiladi? Bizning ish kuchlarimiz bor efendi. Şu beshingni chiqarsang, yuzingni ko'ray. Sana men bizda vaqt jiq deb demadimmi? Aman chiqirsan o beshingni. Nima ish qilyapsiz dada? Saqlayapman qizim. Toshbaqini saqlayapman deydi. Sana men bizda vaqt jiq deb demadimmi? Aman chiqirsan o beshingni. Biz shu vaqtda andin ishimizni hal qilamiz.
Mana mushundaq tishingni bo'shiroq tishlayting, jining og'riydi, ammo zahmatsiz marhamat yo'q. Allohga shukr. Jining og'riydi, ammo zahmatsiz marhamat yo'q. Qani apandi, senmi xafa bo'lma. Lekin sen yaşsan o ölüdü. İşini bilsen ve deysen. En uzun ömür bununki dep. Onu mu tutup aldım? Kelip undaq deysen de. Lekin ahırda yana çokum birisi kelip işini soğurup aladı. Bu mu? Doğru. Bu senin tabiitin. Vazifen uzun yaşamaktır. Ama hilmi muşunçilik yaşap sen. Qağınni ihtiyaclıqlağa be, emdi. Ben koyup berey dada. Allah razı olsun kızım. Rahmet kızım, rahmet. Ketip olup, qaytib kelmaganmi bağmıdı? Hoş geldin Yunus Efendi. Hoş geldin.
Qopishqa aldırma. Qopishqa aldırma. Nägi maňa sen hoşuňga tehi emdi keldin? Allah şifalık bersin Yunus efendi. Allah igimiz bala kazadan sakılsın.